Uyqumuzni yaxshilaydigan usullarni uyutib qo'yay do'stlar. Uyqu bek muhim. Mayli siz o'riqlang va yoki bir muskul chiqarib chiroyli go'zal badanda turgingiz bor, ruhli turgingiz bor, ish unumingizni oshog'ingiz bor, ish qilib bir ishlar yaxshirab qarab mangson desangiz, uyqu bek muhim. Buni chiqlar his qilib yetanmaydi. Men bek havas qilaman, hali yostiqqa beshini qo'ysam uxlab qoldiganlar borku, kechada o'yg'onmay atsatigani biroqla ruhli qo'padigan. Bu bek yaxshi, buni pul xayshlabmi, ilaqi jiq mahsulotlarni yebmi, qanday kuchapmi erishib olib bo'lgan emas. Bu bek yaxshi narsa. Mush uyqumuzni yaxshilaydigan usullarni uyutib qo'ymay, o'riqlashingizga bek foydasi bor. Birinchisi, ig'irroq yotgan ipni bering. Ig'irroq 6 kilo atrofida. Nimishqa degan vaqtda, bu vaqtlar tug'ilishdan burun baliyatqusida, onasining baliyatqusida yotgan vaqtda ig'irroq bir narsani yepingandek holat shakllanadi ekan. Sizmi kunlik turmushingizga yotqiningiz ig'ir bo'lsa, bir xil apimizningki baliyatqusida yotgandek nihoyat cho'ng bir xil bexatarlik tuyg'usiga ega bo'la oladi ekanmiz. Uningdan boshqa ig'irroq yotgandan keyin badanga bir xil ammo qilgandek hissiyat berdi bizga. Uyqumuzni ham yaxshilaydi. Yotqingizni ig'ir, yotqanga almashtirib sinab yiqing. İkincisi, her bir vaqt tamoqingizda yeyotgan cho'qim asos ochliq bo'lsin. Masalan, gurish ximir deganlar bor-ku. Musha haddidan ziyoda asosi ochliqdan parz tutib uni gurish tamoqlarini yemasangiz bor-ku. Mana bu bizga xushallik tuyg'usi ato qilib kelayotgan yemekliklar bo'lg'achqa burundan. Biroqlam to'xtatsangiz xushallik tuyg'ungiz tuvallab ketib, ketsa uyqungizga ta'sir etadi. Mana uyqumuzni yaxshilaydigan tuyg'usiniki ishlab chiqarishga ta'sir etadi. Uchinchisi, uxlashdan burun telefon o'ynamang. Asan hayacanlı bir adam telefon oynaganda bo'libmi siz hozir qisqa filmlarni ko'ramiz-ku, asan hayacanlandırdı. Uningdan ko'ra ya kitob o'qing, naqshanglang, uydagilar bilan chiroyli paranglarni, burun gaplarni paranglashib, nayt yeni kayfiyatda uxlab qolgandan shuni qilaylik. Undan keyin kunduzi amal va aptab qaqlim beraylik. Aptab qaqlim bering deganimiz, ma kiyim-kechak sayt talaga chiqib aptab qarab turing degan gap emas. Kun chiqqan kunlari siz hech bo'lmaganda bir tal qo'lingizni bir tal qo'lingiz kun ko'simi shumi aptab to'liqlanganga barobar vitaminlar to'liqlandi, badanniki besim hormonlari nihoyat tuvallaydi. Anda harakat qilayotganlar, ya chiniqayotgan, ya talaga chiqib harakat qilayotganlar uxlashdan 4 soat burun harakat qilmang. Chunki uningizga bek ig'ir harakat qilib etmang. Bek charchab ketmang. Hayajonlanib ketib qolsangiz-chi, badandagi piri cho'ni yana besim hormoni o'rlab ketib qolsa, kechda uyqungiz kelmaydi. Men qattiq kechligi janshifang bo'lmayman. Men asosiyatan tushdan kunlari chiniqman. Gapim tushunish bo'ldimi? Undan keyin mushu bo'lsa harakatlaringizni masalan bog'chilarga berish, ko'lning bo'ylariga berish, asta yo'l mengish, boshqalardan paranglashib turib menib berishchi, mandaq harakatlarga almashtiring. Anda ba'zilar uyning ishlarini qilsa shunda rahatlanadi. Masalan, bir yerlarni ratlis kirishib ketadi, oshxonalarni juz kirishib ketadi, o'birnilarni juzsa, kiyim-kechaklarini qatlab shunda huzur topadi-ku. Maningdek harakatlarni qilib beraylik. Mana o badandan besimi texmi yeniklaydi. Tezroq o'riqlag'imba deb ig'ir harakat qilib, tomoqni bek parz tutib yutib, anadekin ilaqib, hayajonlanib yoki tashvishlanib o'riqlay olmay qolamanmi deb kayfiyatingiz nachar qilib yursangiz, uyqungiz qat'iy yaxshimaydi, o'riqlashingiz ham keyinga surilib ketadi. O'riqlay olmay qolasiz. Bulamda bir tal yurak berib saqlaylang, bek yaxshi o'riqlash usullarini uyutib qo'yman, menga agishi bilan. Bulamda